Mana shu Zulhijja oyida Arafa 9-kuni Arafa. Arafa degani bu hammamiz yaxshi bilamizki, Qurbon hayitidan bir kun oldingi kun va dunyo musulmonlariga qaysi birlarga haj ibodati nasib etgan bo'lsa, ana o'sha joyda jamlangan hojilar Arafa vodiysida Rahmat tog'i atrofida jamlanadilar. Bu hajning eng asosiy arkoni, 3 ta farzi bor hajning. Birinchisi ihrom, ikkinchisi Arafada turish, uchinchisi tavofi ifoza. Ana eng asosiy arkoni Arafada turish aynan ana shu muborak kunda bo'ladi. Zulhijjaning 9-kunida. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom al-hajju al-arafa deganlar. Haj Arafadan iborat. Hajga borgan odam Arafada bo'lish kerak albatta. Hattoki bemor bo'lib qolsa, o'zi o'sha joyga yurib bora olmasa ham, unga yordam qilib tibbiyot xodimlari, boshqa mutasaddilar kerak bo'lsa ko'tarib olib borishadi. Chunki o'sha yerda ma'lum bir muddat hajga borgan odam bo'lish kerak o'sha joyda. Arafa ana shunday bir ulug' kun. Dunyodan borgan jamiki hojilar o'sha Arafada to shom namoziga qadar o'sha yerda qoyim bo'ladilar. Ammo hajga bormaganlar ichi, hajga bormaganlar, mo'min musulmonlar Arafa kuni ro'za tutadigan bo'lsak, juda ham savobi katta. Juda savobi katta. Rasulimiz Muhammad alayhissalom aytganlarki, Arafa kuni tutilgan ro'zaning mukofoti, ajri 1 yil oldingi va 1 yil keyingi gunohlarga kafforat bo'ladi deya umid qilaman deganlar. Alhamdulillah. Biz ham imkoniyatimiz bo'lsa, sog'ligimiz